أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hörmətli savoqdaşlar, bizning bugun başlamoqchi bo'lgan kitobimiz balog'at sohasidagi hammalarga tunishli qo'ygan Talxisul Miftah nomli kitob. Biz darsni boshlashdan ilgari darsga munosabatlik mushu fanninki ahamiyati, xarakteri, kelib chiqish tarixi, besib o'tgan bosqichli qatorliq mazmunlarni qisqacha ixcham shaklda so'zlab o'tamiz. Hammamizga ma'lum, biz shar'iy bilimlarni o'rganishda Allah o'zining rasuliga insoniyatning hidoyati uchun va saodati uchun avatgan Qur'oni Karimni tushunish va hadis Rasulullohni tushunish uchun o'qiymiz. Biz islomningki Qur'on, hadis tarixiga nazar tashlasak, payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining sahobalariga Qur'oni Karimni tushuntirib qo'yadi, o'z og'iz bilan tushuntiradi. Undan keyin sahobalarningki shu vaqtda Qur'on tushayotgan vaqtidagi sog'lom til tabiati shu xil tildan tushgan Qur'oni Karimni tabiiy qiladi, tushunadi. Tushunmagan taraflarni hadislar orqali tushunadi. Demak, Rasulullohning o'zining davrida sahobalar Rasululloh qishda bo'lgan ekan ikkinchi bir narsaga ehtiyojliq emas. Ya'ni Qur'oni Karimni sahobalar o'zining sog'lom til tabiati, sog'lom til iqtidori, sog'lom til tushunishi bilan Qur'on bilan tushunadi. Qur'onning o'zidan chiqayotgan ma'nolarni til nuqtalaridan tushunadi. Undan keyin texnik tushunmagan taraflarni payg'ambar alayhisolatu vasallamning tushuntirib qo'yish orqali ya o'zligini tushuntiradi yoki Rasulullohdan sahobalar so'raydi, shu savolning javobi sifatida tushuntiradi, bu shaklda tushunadi. Shuningdek, payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida sahobalar Qur'onni tushunish uchun, ya'ni ikkinchi bir vositaga muhtoj emas edi. Endi biz sahobalarning Rasulullohdan keyingi davrlariga nazar tashlasak, bunda bir nuqtalarni tushunib olamiz. Ya'ni Rasululloh dunyodan ketdi, sahobalar hajm jihatda yo'g'inmay, kengaymay, shu sonni saqlagan holat turgan miqdorda Rasulullohning davridagidan cho'ng o'zgarish bo'lmadi. Ammo sirtqi g'ayri arab bo'lgan va yoki boshqa xalqlar islomga kirish sababidan musulmonlarning soni ko'payib, Rasulullohni ko'rmagan, Rasulullohning Qur'onning tafsirini anglamagan, Rasululloh bilan suhbatdosh bo'lmagan kishilar ko'paygan sari bularning Qur'oni Karimni tushunishi tutuqlashdi. Sabab, chunki sahobalar Rasululloh bilan birga turgan vaqtida Qur'oni Karim tushgan hodisa voqeliklarga aynan shohiddi. Hodisa voqeliklarning shohidligi sahobalarning Qur'on tushunishiga yordam qilgan bo'lsa, hamda Qur'on tushgan zamonda Rasululloh bilan birga yashamagan, shu voqeliklarga shohid bo'lmagan kishilar uchun bu hodisalar yot. Shu tufaylidan bularga nisbatan Qur'oni Karimning tushunchisi sal xiyalishib qoldi yani. Ya'ni bular Qur'oni Karimni tushunishda qiynalgan holat shakllandi. Endi tushuntirib qo'ysin desa Rasululloh yo'q. Rasulullohning zamonasidagi sahobalarning Rasululloh deb qolgan so'zlari bor. Unda boshqa vosita yo'q. Qur'oni Karimni tushunishdan qilib qolgan birdan bir vositasi Qur'oni Karimning arab til nuqtasidan ifodalagan mazmunlari. Qur'oni Karim hakim bo'lgan Alloh tarafidan tushgan bo'lg'achqa, Qur'onning o'zida Alloh bir qancha o'rinda Qur'onni arab tili orqali tushunganligini, bu orqali bizning tushunishimizning qulay bo'lganligini tilg'agan bo'lg'achqa, mishadan bir nuqtani tushunishga bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karimning arab til nuqtasiga, so'zlariga, kalimalariga, til uslublariga nurg'un ma'no yushunganligini tushunib olgani bo'ladi. Mushunday his qilgan ba'zi sahobalar shu jamiyatda Qur'oni Karimga nisbatan shu xil taqozo bo'lgan hamon darhol Qur'oni Karimni shu xil tushunchada tushuntirish uchun qadam oldi. Ya'ni til darslariga otlandi. Yani İbn Abbas radhiyallohu anhu buning tipik bir misoli.
Bunun bir tipik misali. İbn Abbas radıyallahu anhu'nun gündelik hayatındaki başkalarına ta'lim terbiye öğütüş hayatıga qarasak, maxsus ma'lum vaqtlarni til öğütüş üçün, tilning adabiyot qismi, balog'at qismini öğütüş üçün ajratganligini ko'rib olamiz. Endi biz mushu nuqtadan xuloslagan vaqtimizda Qur'oni Karimning tushunchisi, Qur'ondagi oyatlarni Qur'on bilan tushunish, Qur'onni Rasulullohning tushuntirishdan boshqa Qur'oni Karimni arab tilidan tushunishadigan bir nuqtaga xulosalanib keladi. Taxmin ichkilasak, ya'ni oldiga bir qadam olsak, Qur'onni Qur'on bilan tushunish degan bo'lib qolgan taqdirdami, Qur'onni tushunish uchun shu oldidagi tushungan Qur'onni tushunish uchun yana bir narsaga ehtiyoj qo'limizda. Bulupmu bizde kelakka Arap emas ajam kishilar va hozir zamondagidek Arablarninki til tabiiyati, Qur'on tushgan davrdagi til tabiiyatdan o'zgargan, sağlam til xarakteridan yiroqlashgan bugungi kunda buningga texmo ehtiyojliq. Ammo mushu nuqtada men bayat deganimdek sahobalar buning qarata bir qadam olgan bo'lsa, sahobalardan keyingi ulamolar buningga uzluksiz shu qadamlarni davomlashtirib sahobalarga varislik qilib keldi. Shuning bilan arab tilining til tadqiqoti shu nuqtadan boshlandi. Avval arab tilidagi so'zliklar, ondan keyin arab tilidagi jumla qurilmalari, ondan keyin jumla qurilmalarining ifodalash shakllari degandek mush nuqtani bo'ylab bu palla taraqqiy qilishga boshladi. Dastlabda nahvi, sarf degan palla maydonga kelgan bo'lsa, masalan sarf degan so'zliklarning qurilmalarini tadqiq qilsa, nahvi jumlalarningki qurilmalarini tahlil qiladi. Bu nuqtadan boshlangan bo'lsa, keyincha jumlalarningki qurilmalarining ifodalaydigan mazmuniga o'tdi. Undan keyin shu mazmunlarni bir qancha xil qurilma shakl orqali ifodalash degan yerga o'tdi. Undan keyin so'zlarningki ko'p ma'noli so'zlar, oz ma'noli so'zlar, bir ma'noninki ko'p lafzli ifodalanishi, ko'p lafzning bir ma'noli ifodalash qatorliq ma'no nuqtalarga o'tdi. Mushuni bilan arab tilining umumiy doirasi sarf, nahvi, balog'at, adabiyot qatorliq 4 nuqtaga markazlashdi. Buning dastlabki vaqtlarda sarf bilan nahvi ikkisi billa. Ondan keyin balog'atninki ilmul maani qismi nahv bilan birga davomlashdi. Undan keyin ilmu bayon qismi bilan adabiyot ikkisi bir hisoblanib birga davomlashdi. Undan keyin bu ish taraqqiy qilgan sari har fan mustaqillashib, sarf bir yanga ayrildi. Nahvi mustaqil fan oldi, sarf nahvidan ayrildi. Undan keyin nahvining qurilmaning iborat qismiga munosabatli bo'lgan tarafi sab nahvi deb ayrilib, qurilmaning ma'no qismiga munosabatli bo'lgan tarafi balog'atga ayrildi. Adabiyotlar o adabiyot sifatida ayrildi. Shuning bilan balog'atmi shu qatorda mustaqil bir fan bo'lib o'tirib chiqdi. Shunda bo'lganda arab tilining til bosqichi, nahvi, sarf, adabiyot, andan nima balog'at deb 4 fanni o'z ichiga oladigan bo'ldi. Bizning o'qiydiganimiz dal mushu balog'at qismi. Albatta, mening yuqorqi degan so'zlarimdan tushunib oldinglar qachon balog'at o'qimoqchi bo'lgan odam oldi bilan nahvi, sarf taraflarni qanaqa qilish kerak, to'liqlagan bo'lish kerak. Har holda endi biz misha kelgan vaqtda bir savol tushish mumkin. Nima uchun buncha narsalarni o'rganamiz? Yana men bayatdim degan gaplarning beshiga azroq qaytimiz. Har qanday odam bir kasb o'qimoqchi bo'lsa, shu kasb rivojlangan, shu kasb manba qilgan bir til o'rganadi. Bu oddiy, aqalli bir savod. Navbatdagi ahvoldami? Masalan, ma'lum davlatga o'qimoqchi bo'lgan odam shu davlatning tilini oldi bilan o'rganadi. Bu bir aqalli savod bayatdim deganimdek. Endi Qur'oni Karimni Alloh arab tili bilan tushadi. Qur'oni Karimni tushagan payg'ambarni Alloh arab tili bilan avatdi. Qur'oni Karimning izohati bo'lgan hadislar arab tili bilan so'zlandi. Allah arab tilini tillarning ichidan mushu dinining omonatini ifodalashda tanladi. Bu arab tiliga nisbatan yetarli sharaf. Unda olgan ekan biz dinni tushunish uchun, shariat fanlarini tushunish uchun arab tilga muhtoj. Arab til demak, men bayatdim deganimdek, sarfi, nahvisi, balog'ati va adabiyot bilan arab tili. Bo'libmi Qur'oni Karimning ishlatgan til uslublari
Az lafzda ko'p ma'no ifodalashi, o'xshamagan sharoitlarda o'xshamagan ma'nolarni o'xshamagan jumla shakllar orqali ifodalashi qatorliq bu taraflardagi alohidlikini payg'ambar alayhissalomning davridagi musulmon bo'lmagan kishilar e'tirof qilgan. Ta bugunga qadar buni kishilar qanday qilyapti, e'tirof qilyapti. Qur'oni Karimmi o'zining mushu tarafiga do'yilg'i chaqirgan. Nochang olsang, Qur'onga o'xshash Qur'ondan birini keltirib baq. Mushu kitobga o'xshash kitobdan birini keltirib baq. Mushu kitobdagi bir suraga o'xshash suradan birini keltirib baq. Bir kalima olsun keltirib baq. Sen inson jindan qolgan odamlarni yig'sangmi keltirolmaysan deb iniq buningga o'tirib. Bu nima desa, Qur'oni Karimning qurilma lafzlari o'ziga olgan ma'nolar ifodalash uslublari mana insonning toqatidan sirt uslublar, ya'ni inson normal o'zi qo'llanayotgan uslublarda buni ifodalayolmaydi degan bir hukmlar chiqadi. Mushu yerdan biz sal mushaqqa asrab qarash to'g'ri keladi. Ya'ni Qur'oni Karimning qurilmalarida, ifodalash shakllarida bir narsa bor. Ya'ni ma'lum mazmunlar yushurilgan degan bir tuyg'u bizga keladi. Bizga ham shuni ishorat qiladi oyat. Bizga ham shuni ifodalaydi shu mazmunlar Qur'oni Karimdagi Qur'oni Karimning balog'at haqida, Qur'oni Karimning mavjudligi haqida qilingan oyatlar bizga shuni ko'rsatadi. Undan keyin biz Qur'oni Karimni xuddi Alloh o'zining rasuliga tushagandek, Allohning rasulining atrofidagi sahobalar Rasululloh tushundirmasining nurg'un oyatni o'zligidan tushungandek tushunishimiz uchun yoki shunga yiqilishimiz uchun Qur'oni Karim o'z vaqtida ishlatgan til va til uslubi, til qurilmalari, ifodalash shakllarini o'rganishimizga to'g'ri keladi. Bu nuqtadan biz balog'at o'qiymiz. Har holda o'quvchilarimiz balkim hozir men degan gaplarni nazariy jihatdan shunday o'xshaydi deb tushunishi mumkin, ammo amaliy, haqiqiy his qilishda, tuyg'umunda, o'zida tuyg'usida paydo bo'lishda mushu fanni o'qib, mushu kitobni o'qib, o'zida ma'lum darajada balog'atga nisbatan muayyan tushuncha hosil bo'lgandan keyin balog'at o'quvchilarimizning kallasida muayyan o'rnashgandan keyin o'zida ifodalayolmaydigan yoki ifodalay oladigan yoki har qanday bir shakldagi Qur'onga nisbatan bir tuyg'u paydo bo'lishi mumkin. Qur'oni Karimni balog'at orqali tushungan odam, xuddi Sayyid Qutb rahimahulloh degandek Qur'onga nisbatan g'ayri bir tuyg'u paydo bo'ladi. Ya'ni Alloh qanday biz denmayotgan deyish uchunmi qiynaladigan bir xil yushun ma'nolarning yushunganligini ko'rib oladi bo'ladi. Tabiiyki bunlar deganlik boshqalar uqolmaydigan, bilmaydigan ma'no va Qur'on ostida deganlik emas. Buni deganligimiz Qur'oni Karimning o'ziga olgan ma'nosiningki intayin kengligini. Tabiiyki bir odam o'zining normal holatida buning hammani chiqara olmaydiganligini, balki o'z munosabat tarafini chiqara oladiganligi ifodalansa kerak. Tamam. Unda olsa biz şu balog'atni shu nuqtada o'qiymiz har holda. Endi balog'at kitoblari tarixdan buyon şu dastlabki Ibn Abbas radhiyallohu anhu şu til darsligini, adabiyot darsligini boshlagandan tortib ta bugungi kunimizga qadar yozilgan kitoblar, besib o'tgan taraqqiyotlar intayin ko'p, har qanday fandan balog'atninki ko'p o'rinda turadi. Buluklu menbayat deb o'tgandek balog'at 3 qismga bo'linadi. Birisi ilmul maani, birisi ilmul bayon, birisi ilmul badi. Buning ilmul maani qismi dastlabda nahviy kitoblar bilan birga muomala qilingan. Ya'ni jumlalarning qurilmalari, bu qurilmalarningki ifodalaydigan ma'nosi, qanday holatda qanday jumla qurilmasi ishlatamiz va nima ifodalaymiz. Başqa ishlatgan jumla qurilmasini qanday ma'nolarimiz bu dastlabda nahviylar bilan muomala qilingan bo'lsa, kin taraqqiy qilishiga ergashib balog'atning bir qismiga aylangan. Balog'at sohasida kitoblar intayin jiqdiq o'quvchilarimizning foydalanishi uchun tavsiya qilish to'g'ri kelib qolsa, Abdul Qahir Jurjani bu balog'at sohasidagi roid shaxs, ya'ni yetakchi yo'lboshchi shaxs, bu kishiningki Asrarul balog'a degandek danglik kitoblar var. Bu balog'at sohasidagi eng danglik, eng burun yozilgan kitoblarning birisi. Undan keyin Jarullah Zamakhshari, tafsir Kashshofning avtori, buning balog'at sohasida ma'lum o'rni bor. Yani ma'lum o'rinligimizga sal qarg'ilolmaydigan rahbar darajalik, bundan marja darajalik o'rni bor. Undan keyin Abu Yaqub Yusuf As-Sakkaki, undan keyin Vazir Ziyauddin ibn Asr qatorliq mush yuqorida o'tgan 4 ustoz, 4 ulamo, 4 imom balog'at sohasidagi
Möteber nimeli hesaplanıdı? İmamlar hesaplanıdı. Yani kitap izlemekçi olsak balagat sahasida merce derecelik muşlarning kitabını izlesek buludu. Endi biz bu kitabni nereden tanlaymiz? Nimişqa bu kitabni tanlaymiz? Yani Talhis al-Miftah degan kitabni desa, yuqorida men tilga olgan 4 shaxsning ichidan Abu Yaqub Yusuf as-Sakkaki degan kishi, Abu Yaqub Yusuf as-Sakkaki degan kishi balagat sahasida mükemmel bir kitap yazgan. Mükemmellik deganimiz yani o'qitishga munosib keladigan, o'quvchilarga mos keladigan, balagatni boshqalarga singdirishda odatda hammadan tushunamiz. Hammadan kitap yozadi. Fanni biladiganlar jiq, mayli qaysi fan olsun. Ama kitapni noch yazdı, yaxshi yazdı deganlik nima deganlik desa, shu fanni meselelerini, shu fanning ichidagi mazmunlarni chiroyli shaklda ratga tizib o'qigan o'quvchiga nisbatan asli qoldirishga oson, o'zlashtirishga oson va oson o'zlashtirdim deb kam o'zlashib qolmaydigan, to'liq o'zlashtiradigan shaklda kitaplarni ratlab tuzmak tas. Bu haqiqatan tas ish. Kitaplarning alohidligi, oddiy no'chiligi shu yerdan belgilanadi. Endi dal Yusuf as-Sakkaki yozgan shu kitap mush jihatda o'quvchilarning eng qarshi olishiga erishgan kitap. Bu kitapning ismi Miftahul Ulum. Birinci qismi sarf haqida, ikkinchi qismi nahvi haqida, uchinchi qismi balog'at haqida. Mushu kitap o'quvchilarning orasida favqul oddi baza topgan. O'z vaqtida bu kitapni hamma suyib o'qigan kitap. Endi ma kitapning avtorining zamonasiga kelgan vaqtida, kitapning avtori kitapning tartib jihatdagi alohidligini tunib yetgan. O'quvchilarning olqishiga erishganini tunib yetgan. O'quvchilarga bir narsa bildiralganligini tunib yetgan. Va shundaqla shu kitobdagi ba'zi kamchiliklarni ham tunib yetgan. Ba'zi masalalarning kamligini, ba'zi masalalarning ehtiyojini ortiq so'zilganligini tunib yetgan. Shu nuqtadan shaqqida shu kitobdan foydalanib akilib, asasen kitapның asas mazmuni şondan elingan. Şu kitapdan foydalanib akilib, ra'laydigan, yani azroq ratlab, qo'shilgan mazmunlarni qo'shib, kemaytiradigan mazmunlarni kemaytib bu kitap yozib chiqqan. Shuning bilan maktab oldimizdagi bu kitap aslidinmi o'quvchilarning qarshi elishiga erishgan, hamma e'tirof qilgan, qo'llayotgan kitapning qisqartilmasi. Aniqroq degan vaqtda yani taraqqiy qildirilgan, yangilangan shaklda desak bo'ladi endi. Ya'ni kam taraflari elevatilib, ortiq taraflari kam tarafi qo'shilib, ortiq tarafi elevatilib, deyilmaydigan masalalar deyilib, ortiqcha deyilib qolgan yerni evatib, ratlaydigan yerni ratlab tuzilgan bo'lgan. Azaldan kitap qarshi erishishga erishilayotgan bo'lganiga maktab tabiiyki uningdagi kamchitilgan bo'lgan texmi qarshi erishgan. Tarixda, balog'at tarixida maktabdagi Talhis al-Miftah degan kitobda ko'p qarshi erishgan, o'quvchilar eng ko'p o'qigan, darslikka eng ko'p muqarrar qilingan kitob mencha yo'qdi deb o'ylayman. Shu vajdan bu kitob o'zining yaxshiligi tufaylidan labzi intayin qisqa, o'ziga olgan balog'at masalalari mukammal to'liq. Mushta o'g'achqa mushu kitobni yozgan avtorining o'zi, bu kitobni yozib bo'lib, mushu kitobning izohat shaklida al-Izah fi ulumul balagha deb yana bir kitobni yozgan. Ya'ni mushu kitobni asos qilib turib, mushu kitobni cho'rdab turib, yana bir kitob yozgan. Ikki kitob bor. Mushu avtorningki ikki kitobi bor. Birisi Talhis al-Miftah, buni biz vatanda Matnut Talhis deb qo'yamiz odatda. Yana birisi İzah al-Idah fi ulumul balagha. Mush avtorning o'zining kitobi. O'quvchilarimiz shu kitobdan qanaqasi bo'ladi, foydalanib kitobni tushunishda qo'llansa bo'ladi. O'zi izohlagan. Andagi mush kitobni, ya'ni mush Talhis al-Miftah degan kitobni sharhlab yoki bu kitobni qisqartirib maktablarda darslar qilishga ishlatish degandek sabablar bilan kengaytirilgan va qisqartirilgan bo'lib, mushu kitobning atrofini cho'riga asosida yozilgan kitoblar 60 necha parchaga yetadi. 60 necha parchaga. Ya'ni hammaning ko'ziga tushgan kitob bu. Cho'ng ulamolarning ko'ziga tushgan, kichik ulamolarning ko'ziga tushgan. Kichik ulamolar o'quvchilarga dastlabda yangi bu sohaga kirgan o'quvchilarga darslik qilish uchun bu kitobning mushu mazmunlarini qisqartirib shaklda kitoblarni yozgan bo'lsa,
Çoğun ulamalar bunu texmi izahlab, mazmunlarini kengaytib, çoğun şerhiylerini yazgan. Mesela hemelerge tunuşluq qo'ygan Muhtasarul Maani deyimiz, şerhi talqis deb tunulgan ve ondan başqa Mutavval deyimiz mesela, muşlarning hammasi mush kitobni cho'rdab yozilgan şerhi kitoblar. Hel ham mushu kulliyalarda, arab til fakultetlarida, ma'hadlarda balag'atga darslik qilinadigan qisqa doktorlar o'zi tuzgan, ustozlar o'zi tuzgan materiallar bo'lsin, yoki boshqa materiallar bo'lsin, asosan mushu kitobning qalbida cho'g'laydi, qalbida yurishidi. Bu kitob haqida deyiladigan gap. Endi kitobning avtorining masalasiga kelsak, kitobning avtori Imom Quzvini deb qo'yamiz, ya'ni Muhammad ibn Abdurrahman Umar. Bu dаңlıq adam İmam Quzvini, hozir shu İran tavalligidagi Quzvin shahrida nisbat berildi bu adam. Shu vaqtning o'zida Iroqqa tavaqu deyman, shu tug'ilgan vaqtida miladi 666-yili hozirgi Iroqning Musul shahrida tug'ilib, keyincha dadasi aksulan Dimashqqa o'tkilib, Dimashqda o'qib, Dimashqning qodil qudot degandek amallarni qilgan. Keyin shu vaqtdagi amirlarning buyrug'i bilan Misrga borgan. Misrda cho'ng xizmatlarni qilgan va yana inson hayotida har xil ishlar uchragandek Imom Qazvini nurg'un kelishmasliklar va nurg'un ichpushliqlarga uchrab, Misrdan yana Dimashqqa, yana shu xil mansablar bilan, shu xil amallar bilan qaytib kelgan. Har holda İmam Qazvinining hayoti Musulda tug'ilib, Dimashqda boshlanib, Misrga yoshlikqa shu yerda o'tib, undan keyin Dimashqqa qaytib kelib, shu yerda o'tgan. Ahvoli shu. Ondan keyin bu kitobningki tuzilish ahvoliga kelsak, kitobning tuzilish ahvolini deyishdan ilgari Talxisul Miftah hammalar bilgandek turasiy kitob bo'lg'achqa, burunqi qo'l yozma shakli qo'llanadi burun. Endi yaqinning yoqi Lubnonning shimolida tug'ilgan doktor Yasin Ayyubi. İnternetten izlesanglar bo'ladi. Doktor Yasin Ayyubi bu shu Lubnonning shimoli tarafida tug'ilib, shu o'z hayotida arab til adabiyoti bilan shug'ullangan, arab til adabiyotiga bir tuhfa qo'shgan kishi. Bu kishi bu kitobni tahqiqlab, izohatlarni qo'shib, berilgan she'rlarningki avtorlarini oldini va keyinni to'liqlab, güzel bir shaklga olib kelgan. Men mag'abni deb qo'shning sababi Talxisul Miftahning bir qancha xil nusxasi bor. Ya'ni o'z vaqtidagi turasiy shakldagi nusxasi, ya'ni mahtutat, qo'l yozma shakldagi nusxasi, undan keyin boshqalar tahqiqlab, izohlar yozib qoldirgan nusxasi. Mushuning ichidan biz yaxshi deb qarab tanlaganimiz mush qo'limizdagi mush shakldagi kitob, ya'ni Talxisul Miftah fil Maani vel Bayan vel Badi. Undan keyin buning tahqiqlab, muqaddim yazib, izohatlarini yazib, she'rlarining oldi keyin avtorini yozuvchi doktor Yasin Ayyubi Maktabatul Asriya mushu nashr qilib chiqqan. O'quvchilarimizga mushu nusxani tavsiya qilamiz. Endi kitobning o'ziga kelsak, Imom Qazvini kitobni 3 bobga bo'lib o'tgan. Ya'ni Ilmul Maani, Ilmul Bayan, annikincho Ilmul Badi. Bayatdan sizlarga deb o'tganimdek grammatika arab jumlalarining qurilmalarini tahlil qilsa, masalan, jumla qurilmalarida qo'llanilgan so'z turkumi 3 ga bo'linadi: ism, fe'l, harf. Andigan ismlar jumladagi o'rnining o'zgarishiga ergashib, mu'rab, mabni deb 2 ga bo'linadi. Mu'rab bo'lganlar jumladagi i'rob holatiga qarab turib marfuat, mansubat, majrurat deb 3 ga bo'linadi. Marfuatlar fa'il, mubtada, xabar, indindan xabar degandek 8 turga bo'linadi. Mansubatlar maf'ulun bih, maf'ulun mutlaq degandek 12 turga bo'linadi. Majrurat 2 turga bo'linadi. Ism odatda ism mabni 8 turga bo'linadi. Ma'rifa 7 turga bo'linadi. Mushu turga bo'lib bahs qiladi. Ya'ni qurilma tarafdagi nuqtalarini bizga o'rgatadi. Fil desak modi mudari'an. Endi balog'at qanday qilib, ilm ma'ni qanday qiladi desa, ilm ma'ni shu bo'lgan bo'lishlarning har biriga
ma'no ifodalarini belgilaydi. Cümle ismi, cümle fi'li. Cümle ismi qanday ma'no ifodalaydi? Cümle fi'li qanday ma'no ifodalaydi? Cümle fi'li madi mudari, madi qanday ma'no ifodalaydi? Mudari qanday ma'no ifodalaydi? Harf shart, yani huruf shart, iza, in, law. Law kas qanday ma'no ifodalaydi? In kas qanday ma'no ifodalaydi? Iza kas qanday ma'no ifodalaydi? Ondan keyin ma'rifalar. İsmi alam, damir, isim mavsul, ismi ishorat. İsmi alam nima uchun qo'llanildi? O'xshash ma'rifa. İsmi ishorat nima uchun qo'llanildi? Qanday ma'no ifodalaydi? İsim mavsul nima uchun qo'llanildi? Ba'zi o'rinlarda ism mavsul qo'llanilgan o'rinlarda ism ishorat kelib qoladi. Ism ishorat qiladigan yerda alam qo'llanildi. Alam qiladigan yerda damir keladi. Madi qo'llanilgan o'rinlarda mudari qo'llanib qoladi. Mudari qiladigan o'rinlarda madi qo'llanib qoladi. Eng kelishtirishli o'rinda iza keladi. Bu xil holatlar nimani ifodalaydi? Mushularni ilmul maani qanday qiladi? Bahs qiladi. Ilmul maani balog'atninki jumla qurilmasiga qarata jon fan hisoblanadi. Yani jumla qurilmasiga qarata asosiy fan hisoblanadi. Undan keyin biz arab tilining butun qurilmalarini mushu bo'yicha bahs qilib, har ifodalanayotgan her ifodalangan jumla qurilmalarining ma'nosini va ifodalamoqchi bo'lgan ma'noga keltirgan bo'lgan jumla qurilmalarini o'rganib bo'lgandan keyin ikkinchi fanga o'tamiz. Ya'ni ikkinchi fan ilmul maani deb qo'yamiz. Üzdüme chiqibdi ilmul bayon deb qo'yamiz. Üzdüme chiqib turibdi ko'ngildagini sirtqa ifodalash. Bayon deganimiz ko'ngildagini sirtqa ifodalash. Bu nima degan gap desa, biz normal o'zimizning Uyg'ur tilini aytsak bir og'iz maqsadni bir necha xil jumla shaklida ifodalagan bo'ladi tamamen. Ba'zisi aniqroq ifodalaydi, ba'zisi yepiqroq ifodalaydi, ba'zisi kinoyi shaklda ifodalasa, ba'zi ochiq shaklda ifodalaydi. Ba'zi gaplarni o'xshiqroq silaq qilamiz, ba'zi gaplarni eshib qilamiz. Masalan, degandek bir xil gaplar bor bizning tilimizda. Ilmul bayon dal mushu nuqtani asos qilib turib bahs qiladi. Ya'ni bir xil hukmni bir qancha xil yo'llar bilan ifodalash. Bir xil hukmni, bir xil ma'noni bir qancha xil yo'llar bilan ifodalash. Buni bahs qiladi. Endi ilmi badi deganimiz uchinchi fan nima desa, biz jumlaning mazmunini to'g'ri ifodalab bo'lgandan keyin va ifodalangan mazmunlarda o'zimiz xohlagan uslublarni qo'llanib bo'lgandan keyin bir necha xil uslublarning eng munosib uslubni, undan keyin gapni nihoyat chiroyli, go'zal, boshqalarga yaqinlik tuyg'uradigan, boshqalar qabul qila oladigan shaklda ifodalash uchun bir ishlar ketadi. Bu ishlar dal ilmi badi orqali hal qilinishi. Shuning bilan kitobning umum mazmuni 3 ga bo'linadi. Ilmul maani, ilmul bayon va ilmul badi. Endi ilmul maani deganimiz bayonning umumiy xarakterini tushuntirib qo'ydim. Umumiy xarakterini tushuntirib qo'ydim. Ilmi maanining, ya'ni jumlaning ma'ni. Endi buni ichiga kirsak, gapni nereden boshlaydi? Jumlaning o'rtadagi munosabatdan boshlaydi. Tuzukku, bir cümle ismi olsun, cümle fiili olsun, bir cümle olayken cümlenin bileklerinin oturduğu bir münasebet buludu. Bu münasebetini Arapçada isnad deb başlaydı. Şunu olan ilmul maani özünün birinci tadqiqat temisini, birinci bahsini isnaddan başlaydı. Yani ahvalul isnad. Ondan keyin cümlenin asosiy bileki mustillay. Mayli mubtada yoki fa'il olsun. Şunu olan ikinci mazmun ahvalul musnad ilay. Bütün cümlelerin kurulması muşu noktadan tarif edilir. İsnad, musnad, mustillay. Andavandan keyin Abdurrahman şu adlan düşüdü. Yani isnad, mustillay. Üçüncüsü musnad. Cümlenin kurulma asası kurulması tügüdü. Cümlenin asası kurulması tügüdü. Cümlenin ilgisinin ve haberinin oturduğu münasebet. Üç nokta tügüdü. Mustillay, isnad, musnad. Hem de muşnu olan bir cümle pütüdü. Ama bazı cümlelerde muşu iki bilekten, mustillay ve musnad degan iki bilekten başka mı bilekler buluş lazım kıldığı cümlede. Bu noktadan ahval mutaallaqatul fi'li. Ahval mutaallaqatul fi'ligini köpünç vakitte cümle musnad ve mustillay olan kupaylanmasın. Bundan artık bileklerge muhtaç olduğu vakit cümlenin terkibinde pil boğan veya ki yuşun pilni uqum olgan halatlerde cümle musnad mustillaydan kengayadi. Shunda vaqtda musnad mustillaydan boshqa ahvollarni mutaallaqatul fi'li degan nom bilan, mutaallaqatul fi'l degan nom bilan yana bir bahs qilib ko'paydi. Tamam. Shuni bilan jumlaning ahvoli tugidi. Balog'atga tadqiq qilgan jumlaning ahvoli isnad, mustillay, musnad, mutaallaqatul tugaydi. Endi normal jumlalarda
normal cümlelerde ma'na normal ifodalangan yoki kuchaytirilib ifodalangan bir ahvollar bor. Bu noktadan avtor al-qasr degan bir uslubni qo'shdi. Qasr jumlaning mazmunini masalan muslatlarning ikkisining muslatlar muslatlarning o'rtadagi munosabatni prinsipisiga xos qilish, kuchaytirish qatorli bir qancha mazmun o'z ichiga oladi. Undan keyin jumlaning mazmuni ya reallikqa bir selishtirmasi yo'q degandek bir xil taraflar oladi. Bu nuqtani insha bilan bir taraf qildi. Undan keyin cümle, bir cümlenin meselesi tükendiğinden keyin ikki cümle kay bir kelgan vaqtida ikki cümlenin o'tirisi ma'lum bog'lanadigan harflar bilan bog'lanadigan ahvollar va yoki ma'lum munosabat tufaylidan bog'lanmaydigan ahvollar va mush nuqtani asos qilib mush nuqtani ko'z tutib fasli va vasli degan bir bo'lakni qo'ydi. Undan keyin o'xshash bir jumlani ba'zida uzun ba'zida qisqa ifodali bo'ladi. Mushu nuqtalarni uzun ifodalashning o'ziga tushliq bir joyi va makoni va qisqa ifodalashning o'ziga tushliq bir joyi va bir makoni va bu nuqtalardan ijoz, istinab va musavat deb üç mazmunni bir bog' ekan. Shuning bilan ilmul ma'anida bir bütün cümlelerning hammasi to'liq bahs qilindi. Cümlelerin o'tirdiq munosabat isnod degan nom ostida, cümlelerin igi qismi musnad degan ostida, cümlelerin xabar qismi musnad degan ostida, musnad ostida, musnad ostida. Ondan keyin iga va xabardan boshqa bilaklar, mutaallaqatul fi'l degan nom ostida, cümlening ifodalash ba'zi uslublari qasr degan nom ostida, cümlening keyin nisbatining ahvoli, nisbat yüz birish bermaslik, yüz berganlik ahvoli insho degan ostida, ikki jumlaning o'tirdiqi munosabat fasli vasl degan nom ostida va jumlaningki ma'nosi qaragan vaqt iboratining normal, uzun, qisqa bo'lish ahvoli al-ijoz va al-itnab va al-musavat degan nom ostida bütün jumlalarning tadqiqoti shundan tugaydi. Demak, o'quvchilarimizga men shuni demoqchiki, men shuni ifodalamoqchiki, balog'at degan yani ilmul maani degan cümlelerinin qorulmasından ma'nolarni tushundirish yoki ma'nolarga mos shaklda cümle qorulmasini tuzish. Mana bu ilmul maanining nimasi, vazifasi. Tamam. Endi ilmul bayonga kelaylik. Bayonda dedik-ku, biz cümlening ifodalarini, qorulmalarini, ifodalash shakllarini to'liq tushunib bo'lgandan keyin, endi shu to'liq normal cümleni bir qancha xil shaklda ifodalagili bo'ladi. Ba'zida gapni udullar tuz deymiz. Mesela bu adam sıhhi ekan deb, masalan, sıhhi ekan deb tuzlam deymiz. Bu vaqt normal bir cümle şekli olur. Biz texmi mubalag'a qilib bu degan bir dengiz degandek ifodalaymiz. Texmi yana bir xil shaklda ifodalab bu degan bir xotam deb qo'yamiz. Masalan, shunga o'xshagan madam katta olim deymiz. Normal cümle bo'ldi. Bu degan bir dengiz. Buning tekka yetkili olmaydi. Bu bir jalliqroq qanday qilish ifodalash bu. Demak, shunga o'xshagan bir o'xshatish Jallandırır mesela mecaz, anikin kinoya degandek bir uslublar bilan bir ma'noni o'xshamagan xil yo'llar orqali ifodalash mazmuni ikkinchi ilmul bayonda, ikkinchi fan ilmul bayonda bayon qilganligida o'tgan. Shu nuqtadan ilmul bayonni necha bo'limiz 3 ga. Birisi tashbih. Chunki tashbih bütün jallandırımlarning, bütün mecaz kinoyalarning hammasininki tag asosi. Avval bir narsa o'qishdimiz. Texnik jallandırmoqchi bo'lsak, ko'nglimizni o'xshatib turib, birisning sifatini bizga ishlatamiz, birisning sifatini bizga qanaqa qilamiz, ishlatamiz. Masalan deylik, mavo harga o'xshash nima? Bu vaqtda bizning maqsadimiz harga o'xshash odam chaqirdi degan gapda. Buni biz harga o'xshatdik. Bak, oshkor ifodalashadi bu. Buni texmi nozirlashtirmoqchi bo'lsak, biz oshkora harga o'xshaydi degan gapni cho'rib tashlab o'tib, ba'da yana bir xil ifoda qo'llanamiz. Ya'ni bunun neştiri var. Bu yeni bir xil ifade bo'lsa, bunun nimasi var? Neştiri var. Bu yeni bir xil ifade. Neştiringizni sanjimi? Bu normal adam deganning neştiri olanda yo'q. Ko'nglimizda hariga o'xshatib turib, harining neştirini ma'noga qo'llanamiz. Demak, mushlarning hammasi biz ikkinchi fanda o'rgangan tashbihni boshlanish qilgan mecaz ve kinoya uslublari aytilganda ikkinchi fan tashbih, istiara, kinoya deb nechaga bo'lindi? 3 ga bo'lindi. Shuning bilan ikkinchi fan tugaydi.
An üçüncü fan ilmul badi'a. Badia'nın o'zidan chiqib turibdi, bir narsani qalt islohilash, qalt shaklda maydonga keltirish degan ma'noda. Bu ikkiga bo'lamiz buni. Muhassanatul ma'naviyya, muhassanatul lafziyya deb jumlani biz qurgan yuqorqi grammatikalarga amal qilib, ifodalaydigan mazmunlarni to'g'ri ifodalab, ondan keyin o'xshamagan uslublarni ifodalab bo'lgandan keyin ma'noni bir xil shirinlashtiradigan, tatliqlashtiradigan, anglagan odamga bir xil huzur bag'ishlaydigan, anglag'isi keladigan tarafda ishlatadigan uslublarimiz va shakllarimiz va buni biz muhassanat al-ma'naviyya deb qo'yamiz. Bu taxminan 32 yaqin uslub bor buningda. İkincisi muhassanat lafziyya deb qo'ydi. Buningda 15 ga uslub bor. Bu o'qigan vaqtimizda deb qo'yamiz, o qofiyadosh debchi. Gaplarning aytdi. Masalan bizning Uyg'ur tilimizda söz oyunu deymiz. Masalan kab bilan boshlangan söz oyunu deymiz. Ondan keyin qofiya deymiz masalan. Şiirlarning oxirisidagi maslishchanlik, mushlarning hammasi muhassanatul labziyada qanaqa so'zlanadi. Shunda o'qiganda o'quvchilarimiz diqqat qilsanglar, bizning o'qimoqchi bo'lgan bu kitobimiz cho'ng jihatdan nechta turga bo'linadi? 13 turga bo'linadi. Aram 13 ta narsa. Aran 13. Biz her kuni darsning boshida mush 13 ni asıltib turamiz. O'qigan darslarimizni mush 13 ning biriga kirgizib, xayt sizib ma'miz. Ya'ni biz o'qimoqchi bo'lgan mazmun ilmul ma'anidan 8. Ahval al-isnad. Ahval al-musnad ilay. Ahval al-musnad. Ahval mutaallaqat al-fi'l. Ahval al-qasr. Al-insha. Al-fasl wal-wasl. El-icaz vel-itnab vel-musavat. Şunda olup ilmul maani 8 turga bo'lingan bo'ldi. Ham ilmul bayan tashbih istiara, yani majaz degani shu, majaz cho'ng ism, istiara uni ichidagi bir turlik ism, majaz undan keyin nima? Kinoya. Ma 3 ilmul bayan 3, undan keyin ilmul badi muhassanatul ma'naviyya, muhassanat labziyya deb nechaga bo'lindi? 2 ga bo'lindi. Shuni bilan biz kitobning oldida deb o'tadigan mazmunlarimiz asosan oxirlashib qoldi. O'quvchilarimiz ideya jihatdan yuqorqi 13 mazmunga qanaqasi bo'ladi, tayyorlik qilsa bo'ladi. Ya'ni qaytlab qo'yay, bizning o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz eng burun ilmul maani va ilmul bayan va ilmul badi' deb 3 ga bo'linadi. Undan keyin ilmul maani ahval isnad, ahval mustalay, ahval musnad, ahval mutaallaqat al-fi'l, al-qasr, al-insha, fasl wasl, icad itnab musavat deb 8 ga bo'linadi. Ilmul bayan bo'lgani tashbih, andaki majaz, kinoya deb 3 ga bo'linadi. Ilmi badi' bo'lgani muhassanat ma'naviyya, muhassanat lafziyya deb nechaga bo'linadi? 2 ga. Mushuni ismimizni tutib olsak, darsning oxirisini davomlashtiramiz. Buguncha biz darsning oldida kirish so'z sifatida so'zlaydigan mazmunimiz shu bo'ladi. Inshaalloh kelasi soatlik darsda darsningki 5-ni, ya'ni kitobning 5-i, muqaddima, fasohat, balog'at to'g'risidagi mazmunlar so'zlanadi. Undan keyin kitobning birinchi asosiy mazmuniga, ya'ni ilmul ma'aniga kelamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.